Assalomu alaykum amaga. Mana bugungi qiladigan ishimiz porshim bo'ladi. Noldan yasaymiz. Shu kundan quydirib kelishgan 2 dona balis joylari, stopper joylari. Mana takamisini ham qilib bo'ldik. Endi kalsa joylariga kanafla qilib olamiz. Kanaflarimizni ham ochib bo'ldik. Endi polis o'tadigan atversiyasini qilib olamiz. Porshimizni 3 kilochok patronini sentr qilib oldik. Endi sivirlik qilib, chistovoy rastoshka qilib kanaflarni ochamiz. Sivirlik qilib oldik. Endi rastoshka qilamiz. Rastoshkamizni ham qilib oldik. Endi kanafka stopper joyini ochib olamiz. Mana porshlarimiz ham tayyor holatda. İşimizga bir baho berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, ishlar sifatli tez bajarib beramiz.